Assalomu alaykum do'stlar. Hozir men sizlarga O'zbekiston Respublikasi mobil operatorlar faoliyatining yangi qoidalari bilan tanishtirib o'taman. Barchangizga ma'lum qilib o'tamanki, O'zbekiston mobil operatorlari 2018-yilning 1-iyuldan boshlab milliy valyutada tariflar o'rnatadi va hisob-kitoblarni amalga oshiradi. Mobil operatorlar faoliyatining yangi qoidalari O'zbekiston Respublikasi normativ-huquqiy hujjatlarning muhokamasi portalida e'lon qilindi. Tariflarni o'rnatishda va ko'rsatilayotgan mobil aloqa xizmatlari uchun hisob-kitoblarni amalga oshirishda xorijiy valyutadan, shuningdek, xorijiy valyutadagi to'lov hujjatlaridan foydalanishga qonun hujjatlari bilan belgilangan hollarda tartib va shartlarda yo'l qo'yiladi. 2018-yilning 1-iyuldan tariflarni o'rnatish va ko'rsatilayotgan mobil aloqa xizmatlari uchun hisob-kitoblarni amalga oshirish O'zbekiston Respublikasi milliy valyutasida amalga oshiriladi. Yangi qoidalar bilan shartnoma bekor qilinganda pul mablag'i qaytarish imkoniyati ham nazarda tutilgan. Operator abonentga ishlatilmagan mablag'lar qoldig'ini 15 kun davomida qaytarib berishi majbur. Eslatib o'tamiz, O'zbekiston axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarni rivojlantirish vaziri o'rinbosari 2017-yilning oxiriga qadar mobil aloqa operatorlari va internet provayderlari xizmatlari milliy valyutada narxlashga o'tkazish bo'yicha qaror ishlab chiqish haqida ma'lum qilgandi. O'tish jarayonining o'zi katta mablag' talab qiladi. Bu arzonga tushadigan tadbir emas. Biroq harakatlar strategiyasiga ko'ra mobil operatorlar ham, internet provayderlar ham milliy valyutada narxlashga o'tadi. Qaror shu yilning oxirigacha ishlab chiqiladi va kelgusi yildan amalga oshirila boshlaydi, deya qayd etgan Umidjon Alamov. Sizlar bilan O'zbekbi kanali bo'ldi. Keyingi videolargacha xayr do'stlar. Albatta like bosishni unutmang. Oldindan rahmat.